Assalomu alaykum, Beruni ahli. Bugun mana penobloklarimizda ko'rgazib o'tamiz, tanishtirib. Bugungi sanamiz 28-iyun 2026-yil. Penobloklarimız 100% qurib turibdi. Bu yerda hozir o'sha bir 2000 danaday qoldi. Bu yerda peregorodimiz bor mana. Undan ham kam qoldi. Bu ham 100% qurib turibdi. Qurib turibdi mana. Adresni aytib o'tsam. Bu yog'i Bostan Pavorot. Berni sentrdan Bostandan kelsa bo'ladi bu yoq. Bu yog'imiz Xayrullo masjidga, O'razbay Jumaniyaz maktabga borsa bo'ladi. Shu yerda o'rtada joylashgan. Penobloklamiz o'zi ko'rinib turibdi yo'lning bo'yida. Endi yo'lning bo'yida qamadi, ichkarida qoldi. Ayday, ozgina qo'yibmiz. Bu yerdagilarimiz ham bo'shadi. To'plashatimiz ham bu yerda qoldi mana. Penobloklarimız 100% qurib bordi. Sifatli, yaxshi etib quyib turibmiz penobloklarini. Penobloklariga gap yo'q. Ovozidan bilsangiz bo'ladi, o'zi qattalag'ini. Tunog'in 400 dana olgan odamga 50 yillikqa apparatimiz yana 200 dana yetmay qoldi dedi. Mashinga 210 dana sig'adi, hozir shu 200 dana. Kimga kerak bo'lsa, Beruni bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi. Dastavka etib beramiz. Boshqa rayonlarga 50 qala 4 kunlarga dastavkasi отдельно bo'ladi. Kelishgan holda dastavka etib beramiz. Yana bo'lganimiz bor. Telefon qilaverasizlar. Bahasini aytib o'tsam buning bu 16 ming so'mdan. Beruni bo'ylab dastavka etib beramiz 16 ming so'mdan. 20 ga 30, uzunligi 60 cm bo'ladi. 20 ga 30-60 penoblok deb aytiladi. 16 ming so'm Beruni bo'ylab dastavka etib beramiz. Bu peregorodklar 10 ming so'm. 12 ga 30-60 bo'ladi ular. Uning razmeri 12 ga 30-60. Penobloklarimiz hozir 100% qurib turgani kam qoldi. Qo'yibmiz. Kelsa quyib boshimiz. Telefon nomerida shu. Har doimgida ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Dastavka etib beramiz Beruni bo'ylab.